Yangi Toshkent markaziga joylashgan ikkita oila bemalol yashaydigan mana shu ko'rib turgan xonadonlarni hozir obzorini qilib chiqamiz. Bu joyimiz to'liq remontlardan chiqqan, sharoitlari zo'r. Ikkita oila bemalol yashasa bo'ladigan qilib sharoitda qilingan. Joyimiz Yangi Toshkent markaziga, shaharning markaziga joylashgan mana. Juda ham yaxshi joyga joylashgan. Mana sotiladigan uyimiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. 4.2 sotikka joylashgan. Chiroyli qilib uylarni qilib qo'ygan. Ichlari ham chiroyli, tashqarilari ham zo'r. Mana katta yo'lni ko'rishingiz mumkin. Katta yo'ldan greta bir 200 metrda turibmiz-da hozir. Chap tarafimiz rohat, o'ng tarafimiz Yangi O'zbekiston bog'i. O'zbekiston mahallasi. Yangi Toshkentning qoq markazida turibmiz. Mana shunday chorraha burchakda joylashgan. Uy juda ham sifatli qilingan, podvallari bor. Ikkita oila bemalol yashaydigan qilib qilingan. Hozir ichlarini kirib ko'ramiz. Alohida kalitka, bu yoqda alohida darvoza bor. Mashina, ikkita mashina kirib ketadi bu yerga. Ko'chada ham mashina qo'yishga joylar bor. Ko'chalarimiz asfalt qilingan. Bu joylarda gaz, svet, suv hammasi zo'r. Yo'llarimiz tormas, anchagina keng. Ko'chadan kalitkadan kirib kelishimiz. Uylar sifatli qilib qilingan. Ko'ryapsizlar, hamma joy tunika pon patologiyalar bitgan o'zi. Mana bu yoqda darvozaxonamizda mashina bemalol sig'adi. Отдельный hojatxonasi, dushovoylari qilingan. Ishlari yakunlanmagan, oxirigacha yetmagan. Bu yoqda kattagina oshxona, ozgina zеленый zona, letniy kuxnya sharoitlari bor. Bu yoqda mana chekada podval, bu yoqda ikkita oila bemalol yashaydigan. Hamma sharoitlari bilan to'liq bitirilgan remontlari. Mana oshxonamizga ham kirib oldik. Uni ko'rishingiz mumkin, hamma sharoitlar qilingan, to'liq remontlari bitgan, juda ham chiroyli. Bu remontlar hammaga ham mos kelaveradi. Kattagina hamma tomondan oynalar bor, bemalol obzor ko'rinadi. Yaxshi qilib qilingan mana. Hop, ikkita qozon, letniy kuxnyamiz tayyor, mana mangallari. Bu yoqda podvallari bor mana. Podvallar ham kattagina qilingan. Mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Remontlar juda ham yaxshi qilingan, did bilan. Qimmatbaho eshiklar qo'yilgan. Remontlari zo'r, bachkan emas. Shuna kirganimizda mana o'ng qo'ldan kiramiz. Kattagina zal. Ko'rishingiz mumkin. Endi chap tarafimizga ham kiramiz. Chap tarafimizda ham bu yerda ham kattagina zal mana. Alohida eshiklari bor. Bu yoqdan ham kiradigan eshiklari bor. Ikkitalab oynasi bor. Havo aylanish uchun juda ham yaxshi. Konditsionerlarga xodlar tashab ketilgan hamma xonada. Ikkita oila yashaydi deganimiz mana bu yoqda уже 3 ta spalnya turibdi mana. Chap tarafdagi spalnyamizdan boshlaymiz. Oynalari ko'chaga qaraygan. O'zini ichida dushovoylari bilan. Fotoshkalari bor. Havo zo'r aylanib turibdi. Toza. Endi keyingi spalnyamizni ko'ramiz. O'ng qo'ldagi spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Fotoshkal ochilgan, havo zo'r. O'zini alohida dushovoylari bilan. Bu yoqdan ko'chaga fotoshka qo'yilgan. Havo yaxshi. Dimlanmagan, toza havo. Endi 3-spalnyamizni ko'ramiz. Prixojimiz ham kattagina. Bu 3-o'rtadagi to'g'ridagi xonamiz bu. Bu yoqda ham dushovoylari bilan. Ushbu Yangi Toshkentning qoq markaziga joylashgan ushbu xonadonimizni narxini $195 ming so'rashyapti. Pastda raqamlar bor.
obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Telefon qilinglar, bemalol kelib ko'rib ketishinglar mumkin.